Tushib ketdi, tushib ketdi. $500,000 bor deyapti. Nimani tavsiya qilsam bo'lar? Kimi? Klientga bugun targetda gaplashib qolaman. Efir emasmi? YouTube uchun yo'q. 500 Keyingi yil o'g'li kelar ekan, yashab o'qir ekan. o'qishga yaqin bo'lsin deyaptimi? O'qishga yaqin emas, ham yashagani ham investitsiya yaxshi proyekt bo'lsin deyap. Tataniyani ura olasanmikan? Yangisi chiqyapti-kanu. Ha, bir one bedroom, 3 bedroom. Yo'q. Arzoni qimmatli qilaman. Shoba Solis yaxshi. Mototsiklidagi. Keyingi tayyor bo'laman. Ha? 2022 tayyor bo'ladi. Qaysi kvotada? Qaysi oyda?